Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi bemorlar. Bugun bizni mehmonimiz sizni tanishtirib o'tirasiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Qulmoq Husanman. Men Shironmetdan Hindistonga borib operatsiya qildirib keldim. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Mana yuribmiz. Davolanish uchun chet elga chiqishga qaror qilganingizda yaqinlaringizning reaksiyasi qanday bo'lgan? Yaxshi bo'lgan, hammasi reaksiyasi zo'r bo'lgan. Men hech kim qarshilik qilmagan. Yaxshi tomoni birdan hamma yaxshi kuzatganman, sirasiz birdan ketganman men. Hech kim norozi bo'lmagan. Safarga tayyorgarlik ko'rayotganingizda qaysi bosqich eng murakkab bo'lgan? Menda hech narsa murakkab bo'lmagan. Yo'q. Birdan hammasi yengil bo'lgan meniki. Xudoga shukr. Yaqinlaringiz qo'llab-quvvatlashi qo'llab-quvvatlagan, yo'limiz ham ochiq bo'ldi, yaxshi bo'ldi hammasi. Shinon haqida qayta eshitgansiz? Shinon haqida men qishlog'imizdan bir bola bo'lib keldi. Qo'shni qishloqdan shu orqali eshitib, keyin Toshkentda hakim sinovga borib shu yerda bilganman. Hakim sinovini analiz topshirdim, borib o'zi tasodif borib qoldim menga. Keyin shu yerdan bilib qoldim. Va Hindistonga kelganingizda birinchi taassurotingiz qanday bo'lgan? Hindistonga birinchi taassurotim juda kuchli bo'lgan Hindistonda. Hech bunaqa narsani hali ko'rmaganmiz. Borib tushdik, endi bizlarning ular tili boshqacha, hammasi o'zgacha. Ularning bizaki bo'lak. Borib tushunib qiynaldik tiliga, lekin yaxshi taassurotlar zo'r. Bansaga tushgandan keyin hamma zo'r ketdi. Kutib olishlari, xudoga shukr. Taassurot yaxshi bo'ldi. Yomon emas. Sizda qoladigan qandaydir qiziqarli yoki birorta voqea bo'lganmi Hindiston bilan bog'liq? Voqealar ko'chasida ko'p bo'lgan, ko'chasidagi unday hammasi tartib. Operatsiyadan keyingi tiklanish jarayoningiz qanday o'tdi? Operatsiyadan keyin tiklanish jarayoni juda yaxshi o'tgan menga. Men darrov tez tiklanganman, tez yurishga harakat qilganman. Rutinda chiqdik mehmonxonaga. Yaxshi, Xudoga shukr. Tez tiklandim men juda. Juda yaxshi bo'lgan. Mana shu tiklanish jarayonida eng asosiysi nima bo'ldi? Sizga qarash kerak, odam parhez ham qilish kerak, baribir aktiv bo'lish kerak. Harakat qilsa yaxshi-da o'ziga o'zi. Va hozir hayotingiz qanday o'zgargan? Hozir yaxshi, oldingidek. Xudoga shukr, hammasi zo'r. Oldin qanday bo'lsa shundayman hozir. Shunday, hech qanday qiyinchilik yo'q, og'riq yo'q ichida. Boshqa bemorlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Ularga qarab yurishini tavsiya qilaman, ehtiyot bo'lishini. Bilamiz shu. Ehtiyot bo'lsin deyman-da. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Sizga ham rahmat.